Bitta jigaringizni yog' bosib ketishi qanaqa salbiy oqibatlarga olib kelishini bilasizmi? Jigar yog' bosganda birinchi navbatda butun tana bo'ylab mayda qizil xolli tarqalishni boshlaydi. Sizni ortiqcha vazn, quvvatsizlik, og'zingizdan hid kelishi, yegan ichganlaringiz yaxshi hazm bo'lmasligi, xullas bir dunyo kasalliklar kutib turadi. Ha aytgandek, husningizni buzib turgan mayda papillomalarni ko'payib ketishi ham aynan shu jigar yog' bosishdan kelib chiqadi. Jigari yog' bosgan erkaklar ham, ayollar ham ozishga qiynalib qolishadi. Erkaklarda xuddi homilador ayolning qorniga o'xshab dumaloq bo'lib, qorin kattalashishi boshlaydi. Ayollarimizda ham xuddi shunaqa qorin sohasi kengayib ketadi. Agar siz jigarni uy sharoitida tozalashni va holatingizni yaxshilashni xohlasangiz, ikkita eng yaxshi uslub bor. Birinchisi, bu har kuni ertalab yoki kechqurun uyqudan oldin bir stakan iliq haroratdagi suvga olma sirkasi bir choy qoshuvda va bir choy qoshuvda asalni solib har kuni ichish. Bu usulda jigar yog'lardan juda ham tez fursatda xalos bo'ladi. Qondagi qon miqdori tushadi va ortiqcha vazndan xalos bo'lishingizga yordam beradi. Ikkinchi uslubni esa Telegram kanalimda to'liq yoritib bermoqchiman. Hoziroq kommentariyaga to'g'ri raqamini yozing va Telegram kanalimga ulanib oling.